Tushda pasport ko'rishning ta'birlari. Tushda pasport ko'rish odatda hayotdagi o'zgarishlar, yangi imkoniyatlar, safar yoki bir bosqichdan boshqa bosqichga o'tishni anglatadi. Tushda pasportni ko'rish oldingizda yangi yo'l, yangi ish yoki muhim qaror paydo bo'lishiga ishora qilishi mumkin. Tushda qo'lingizda pasportni tutib tursangiz, maqsadlaringizga erishish uchun imkoniyatlar ochilishidan darak beradi. Tushda yangi pasport olish hayotdagi ijobiy o'zgarishlar, yangi boshlanishlar yoki martaba o'sishi belgisi sifatida qaraladi. Tushda pasportni yo'qotib qo'yish ayrim rejalarning kechikishi yoki imkoniyatlardan foydalanishda ehtiyotkor bo'lish kerakligini anglatishi mumkin. Tushda pasport bilan safarga chiqish rizq, ilm, tajriba yoki foydali o'zgarishlarga ishora qilishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.